Assalomu alaykum barchalaringga. O'zbekistonda yurgan vatandoshlar, Moskvada yurgan vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Moskvada katta qor yog'di. 3-4 kun oldin video qo'yib chiqdim. Rahmatli Qobiljonni. Bir 2000 ta o'zbekistonlik onalar, akalarim bor. Yaxshi kommentariyalar qoldirildi. Rossiyaning prezidenti ko'rdim men uni dedi. Hozirgi bo'lgan hunarsizliklardan menga bu o'tib tushdi dedi. Bolajonlarni men yaxshi ko'raman, lekin bolalarga nisbatan bunaqa qotilliklar bo'lishini xohlamayman. O'zim nazoratim ostiga olaman va sizlar bilib turasizlar qanday jazo berganimni dedi. Endi hozir 2 oy nimaga qo'yildi? Tekshiruv sudga. Sudi bo'lguncha o'sha qancha qamoq jazosi berilish hali aniq emasda, shuni bilib turasizlar deb o'zi Rossiya prezidenti aytdi. Endi duo qilib turinglar, shu umrbod bersin. Nimaga bu 5 yil 10 yil berganda bu chiqib yana bu ishini qiladi. Chunki bu ko'rdinglarmi videoni? Agar o'qituvchi kirib eshitib bekitib qo'ymaganda Alloh saqlasin. O'sha Qobiljonning ukasi ham aytib beryapti. O'zbek bolalar ham bor edi deyapti. O'zbek bolalar 5 ta rus, qolgani tojik bolalar. 23 tami 22 ta bola bor edi deyapti. Xudo saqlasin, bu bitta nimaga tushib qolganda shu hozir hammasini o'ldirishi mumkin edi. Lekin Qobiljon sizlar xonaga kiraveringlar deb orqaga tisarilgan, uni ko'rib qolgan, u orqaga qochgan, eshikni bekitgan. Afsuski Qobiljon nobud bo'lgan. Yana bir bor Alloh joylarini jannatdan qilsin. Shahidlar qatorida ko'rsin. Tashqari qor. Shu onalarimiz ko'pchilik so'rovdi, nima bo'ldi? Qotilga jazo berildimi? Hozir tekshiruvda 2 oy. 2 oydan keyin unga sud bo'lib qancha jazo berilganini aytiladi. Hali 10 vaqt berildi deb aytilgan yo'q. Alloh jazosini bersin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'lasizlar. Aytmoqchi akalar, opalar, ko'pchilik ish so'rab yozyapti. Hozir Moskvada katta qor yoqqan, shunga ko'p ishlar to'xtagan. Stroykada ko'pchilik ishlayapti, ko'p firmalar to'xtatgan. Ko'pchilik akalar ish so'rayapti. Ish mavzusida ham bitta video qilaman. Hozircha naqshlar yo'q. Hozir axborotlar ko'rgan bo'lsalaring, Moskvada kuchli qor, yanvarchi kuchli qor yog'ish ehtimoli bor deb ko'plab qor kurashga, qor olib chiqishga nimalardan kuch talab qilinadi deyapti. Bir kun ichida kecha yog'ishni boshladi. Hozir ham yog'yapti. Kechqurun shuna yog'di. Yo'llar kurab qo'ygan-u. Bir qarich qor yoqqan. Bir kun ichida. Shuna kuchli qor yog'ish ehtimoli bor deb avvalo Xudoyu. Ishlar ham o'ziga yarasha bo'ladi endi bu qish kunida. Shunda ko'pchilik menga yozyapti, ish so'rab. Hozir yangi yilga yaqin shu ishlar shunaqa bo'lib turadi. Yangi yildan keyin ishlar ham yurib ketadi inshaalloh. Kimda o'sha hozirgi paytda eng yaxshi ish bu remont ishi. Xonani ichida kimda remont ishlar bo'lsa aytsalaring. Ko'pchilik ish so'ragan, qo'ldan kelsa ro'para qilib qo'yamiz shu egasi bilan. O'zlaringning haqlaringni olib ishlaringni berasizlar. Unga ham ish, sizlarga ham ish chiqishi kerak bo'ladi. Yozaverasizlar. Telegram bor. Kanalimda Telegram
nomer bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimda ish bo'lsa. Borib syomka qilib, ish bilan tanishtirib, shu aytamiz. Ish so'raganlar juda ko'pda. O'shanga kimdir ishli bo'lib qoladi sovuq kunida. Kimgadir ishchi kerak hozir kunda. Kimdir ish tugab qoldi. Shunga aloqaga chiqsalaring, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Shunday hodisalar bir-birimizga shuni aytib kerak bo'lamiz. Hozir axborot radiolarda aytyapti. Dvorniklarda oilaga 65 ming, 70 ming bo'layotgan bo'lsa, 80 ming, 95 ming, 85 ming ko'tardi deyapti. Chunki bularga katta ishchi kuch kerak. Shu mana parklarda qorni olib chiqib, shu dvorniklar kerak-da. Qo'pol aytganda dvorniklar kerak. O'shanga ogohlantirib qo'yapti-da. 2 kun bunaqa yog'ib tursa 1 metr bo'ladi-da. Xudo saqlasin. Shunday ekan, kimda remont ishlari bo'lsa, dvorniklikka ish taklif qilmayman. Endi oilaga 85 ming, 95 ming bo'lsa, $1000 bo'lsa ham og'irda, baribir sovuqda. Remont ishlar bo'lsa, aytsalaring, menda bor shunaqa remont. Vaskiy badalsalaring, taklif qilamiz. Bizdan yordam shunaqa bo'lib qoladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.